Hammaga xayrli kech qizlar. Men sizlarga hozir juda ham katta yangilikni aytmoqchiman. Bilasizlar, Faberlic kompaniyasi har katalogda 50% skidka e'lon qilardi. 50% faqat. Mana bu bahorgi aksiyasi. Bahorgi kataloglarda amal qilgan. Bu yozgi aksiyasi. Mana anaqalarni ham, orqadagi fonlarini ham, rasmlarini ham o'shanga mos qilib qiladi har safar. Bu yozgisi 50%lisi. Lekin bu safar Faberlic kompaniyasi kuzgiga 70% skidka e'lon qildi. Bunaqasi hali bo'lmagan, to'g'risi. 70% skidkaga xohlagan narsalarni 70% skidkada olsanglar bo'ladi. Mana shu katalogdan yozib qo'ygan, mana 20-oktyabrdan 9-noyabrgacha amal qiladi bu skidka. 3 hafta bemalol xohlagan narsalarni mana shu katalogdagi videoni tagida silkasini qoldiraman. Mo'yishchilar deysizlarmi, kremlarmi, detokslarmi, mana choylar, og'riq qoldiruvchi kremlar, intimlar, vitaminlar, shampunlar, mana atirlar, pomadalar. Hammasi 70% skidkada. Hammasini tagiga mana yozib qo'ygan. Ko'rasizlar, 3 hafta ulgurib olinglar qizlar. Keyin bunaqasi bo'lmasligi mumkin. 70% skidka. Videoda raqamimni ham qoldiraman. Sog' bo'linglar.